Assalomu alaykum savatdoshlar, hammani salomat yaxshi turibsizlar. Bugungi ingliz tili darsimizda biz ingliz tilida bar, yo'q degandek bu xil jumlalarni qanday deymiz, buni o'rganib chiqamiz. Bizning tilimizda, Uyg'ur tilimizda har qanday bir narsa bo'lsa, bar, yo'q degandek hamma gaplarni biz o'xshash ifodalaymiz, Ya'ni menda qalam bor, senda pul bor, mening balam bor degandek jumlalar bilan bu yerda bir daftar bor, bu yerda bir kitob bor degandek hamma jumlalarni biz nima deymiz? Bor yoki yo'q deymiz. Endi ingliz tiliga kelgan vaqtimizda biz bu ba yo'q degan jumlalarni ikkiga bo'lib olamiz. Ya'ni igisi bo'lgan ba yoki yo'qlar va igisi bo'lmagan jumlalar deb buni ikkiga ayirib olamiz. Bu ikkisi tubdan farqli. Endi bu igisi ba bo'lgan ba yoki igisi bo'lmagan bar yoki yo'q degan bu jumlalar nima degan gap desak savatdoshlar, o'zining ma'nosidan chiqib turibdi-da. Ya'ni igisi bo'lgan jumlalar deyapmiz. Igi deganimiz nimadir? Men, sen, u degandek, menda ba, senda ba, uningda ba degandek bu jumlalarning tuzilish shakli ayrim. İgisi bo'lmagan. Bu yerda bir qalam bor, bu yerda bir uy bor, shu yerda 10 o'quvchi bor degandek bu xil jumlalarning deyilish shakli o'xshamaydi demakchi. Undaqda biz oldi bilan igisi bor bo'lgan jumlalardagi ba yo'q degan gaplarni qanday deymiz, buni qarab chiqaylik. Bundaq jumlalarda savatdoshlar bar degan gapni have bilan ifodalaymiz. Ya'ni 3-shaxs birlikdan boshqa barliq shaxslarda igisi bor bo'lgan jumlalarda biz have degan bu so'zni ishlatish orqali bar degan jumlalarni tuzamiz. 3-shaxs birlikdichi uningga ayrim, uni has deymiz. Uningdan boshqa barliq shaxslarda birlik bo'lsin yoki ko'plik bo'lsin, hammasida o'xshash have keladi savatdoshlar. Ya'ni bar degan jumlalarni biz mushunday bilan ifodalaymiz demakchi. Undaqda bu jumlani biz qanday tuzamiz deganimizda biz oddiy hozirgi zamon deganninki do fe'illik, ya'ni harakatlik fe'illik grammatik shaklida so'zlaganimizga o'xshash shu bo'yicha bo'ladi. Intayin oddiy savatdoshlar. Nima degani do'q? Birinchi o'rinda ega, ikkinchi o'rinda fe'il, uchinchi o'rinda to'ldiruvchi va boshqalar kelsa bo'ladi degani do'q. Shundaymi? Dal shu bo'yicha shu yerdagi fe'il deganning o'rniga biz have degan bu so'zni qo'ysak, biz ba degan bir jumla tuzgan bo'lamiz. Misol, menda bir kitob bor desam, nima deydi ekanman savatdoshlar? I have a book. Shunday savatdoshlar. Menda ba bir kitob degan gap bo'ldi. Senda kitob bor desamchi, you have a book. Uningda kitob bor desamchi, 3-shaxs birlikda nima deymiz degan edik savatdoshlar? Has degan edik, He has a book. Bu shaxslarning ko'plik shakllari qanday bo'ladi? Hammasiniki o'xshash have. We have, you have, they have deb mushu bo'yicha olsak, ishimiz bitdi degan gap. Bizda kitob bor desak nima deymiz savatdoshlar? We have a book. Sizlarda kitob bor desakchi, you have a book. Ularda kitob bor desakchi, they have a book deb mushu bo'yicha olsak, bu jumlamiz intayin bir ravon shaklda bo'ldi degan gap. Endi buning savol shakli qanday bo'ladi? Yana deganimizdek, oddiy hozirgi zamondagi savol shakli qanday bo'lsa, shu bo'yicha bo'ladi savatdoshlar. Qanday bo'ladi? Igining oldiga bir tal nima qilatdik biz? Do qo'yatdik. 3-shaxs birlikdichi does qo'yatdik, Agar bularni tushunmagan savatdoshlar bo'lsa, oddiy hozirgi zamonning do fe'illik, ya'ni harakatlik fe'illik grammatik qoidalari degan shu darsdan ko'rib olsanglar, bularni intayin yaxshi tushunishlik bilan aylaysiz savatdoshlar. Bular intayin oddiy. Undaqda senda bir qalam bormi desam nima deydi ekanman? Do you have a pen? Shundaymi? Do you have a pen? Uningda qalam bor desamchi, does he have a pen? Shundaymi savatdoshlar? Does he have a pen desak, ba yoki yo'q degan jumlalarni mushu bo'yicha tuzamiz. Endi yo'q degan gapni qanday deymiz savatdoshlar? Ya'ni ba deganninki aksi. Buni biz oddiy hozirgi zamon degan bu darsda o'rganib chiqqan edik. Qanday qildik savatdoshlar? Fe'il bilan igining o'ttirisiga nima qo'yatdik biz? Don't qo'yatdik. Shundaymi? 3-shaxs birlikdichi doesn't qo'yatdik. Dal mushu bo'yicha desak savatdoshlar, biz yo'q deganni ifodalagan bo'lamiz. Misol, I have a book, I don't have a book. Nima dedim? Menda kitob bor, menda kitob yo'q. You don't have a book. Nima dedik? Senda kitob yo'q degan bu jumla mushu bo'yicha tuzilgan bo'ldi. Hammasi o'xshash. 3-shaxs birlikdichi does not qo'yatdik, He does not have a book deb mushu bo'yicha tuzsak, bu jumlamiz intayin ravon bo'lgan bo'ladi. Endi bu xil yo'q degan jumlaning savol shakli qanday bo'ladi savatdoshlar? Do not, ya'ni don't deganni qanday qilamiz endi? Igining o'rni bilan almashtirib qo'ysak, ya'ni buni oldiga chiqib qo'ysak, senda undan narsa yo'qmi, bundan narsa yo'qmi degandek savol so'ragan bo'lamiz. Misol, don't you have a pen? Nima dedik? Senda qalam yo'qmi? Don't I have a book? Nima dedim? Menda kitob yo'qmi degandek shunday savollarni so'ragan bo'ldik savatdoshlar. 3-shaxs birlikdichi doesn't he have a book? Uningda kitob yo'qmi degandek bu xil jumlalarni biz ravon tuzgan bo'lamiz. Mushu bo'yicha biz 1000 so'z bilsak 1000, 5000 tal so'z bilsak 5000, qancha dona so'z bilsak, mushu bo'yicha, mushu grammatikalik usul bo'yicha, mushu jumla shakli bo'yicha bu so'zlarni mushundaq joylashtirib qo'ysak savatdoshlar, biz ravon bir jumla tuzgan bo'lamiz. Shuning bilan biz bugungi darsimizda igisi bor bo'lgan jumlalardagi bar yoki yo'q deyishni o'rgandik.
o'rgandik. Egisi bo'lmagan jumlalardagi bar yoki yo'q deyishni keyingi darsimizda ko'rib chiqamiz. Saboqdoshlarning darslarni yaxshi takror qilib, yaxshi o'zlashtirib, menga tilakdoshman. Kelajak darsimizda ko'rishgan bo'linglar. Allohga emanet.